bir xil nakonechnik, bir xil kabel, hamma narsa bir xil. Bitta prista qisilgan, lekin ikki xil holat. Sabab qisishda 16 millimetr kvadrat yuzali nakonechnik ayni o'zini razmerida 16 ta qisiladigan bo'lsa, o'ngdagi holat bo'ladi. 25 ga 25 tishda qisib turib, uni orqasidan keyin 16 ligiga qo'yib turib, ya'ni 25 ga 16 qilib qisilsa, mana chapdagi holat bo'ladi. Ko'ryapsizlar farqini? O'ng taraf deformatsiya bo'lgan, qizish holat bo'ladi 85% holatda. Bunda deformatsiya holati yo'q, mana ko'rsa bo'ladi. Hech qanday jilvirlanmagan, tozalanmagan chekasi o'zini holatida. Slabikantag ham yo'q. Lekin bunda deformatsiya holati bor. Qiziydi, ko'ngilsiz holatlar bo'ladi. Bilganlar uchun